Man 40man, Farg'onaliman. 40, 40. Ko'zlaringni ochinglar, 40man. Endi amda asalcha deydimi sizlarda? Qaymoqcha. Amimiz qaymoq, ichida asal. Bo'ladi. Turkiydan xotga va yuradigan odamlarga o'xshaysiz bola. Ayol kishiniki jub bo'ladi. Nimada WhatsAppda WhatsApp siyla qilasiz ekili birontasini ushlab olib. Ha, WhatsApp siyla olami? Adashmasa WhatsAppda ko'p ishlaysiz. Nima edi WhatsApp siyla qilaman? Ammaniki. O'shani aytyapman-da, mana tan olish ham mardida, malades. Senga alam. Prinsessa 40. Senga alam. Yo, menga nima? Menga qana qizimmi deysiz, yo xolammi deysiz, alam bilan. Menga og'riq bo'ladi, tiqsam qo'lim o'zimga bo'ladi-yu. Yo, seni ko'tingga kiradimi? Yo, tatib yo, WhatsApp siyla qilib qo'lingizdan tiqami deysiz. Da, конечно. Voy bilat. Nima edi? Sen gapdan. Katta asbob beraman tiqaman. Shunaqa, deyman, bunaqa chumolarga qarang. Men amimni qo'yib qo'yganman, 100 gramm steykimni bor, atvet qaytaraman. Bunaqa golodnilarga shunaqa. Amam bechara chirib. Bu amam yonboshdan chiriyotgandir, jumbosida. Transladi ko'rib, hali burilib qo'yincha ovozingizni chiqaring deb o'rganib qolishgan dirra qilish, hali geylar bo'lsa ham gapingiz o'tmayotganda bular baqir chaqir qilib. Bular ko'tga qiziqishadi bular. Balkon bunaqalar ko'tga qiziqadi. Gapingiz o'tmayotganda men qarang, baqir chaqir qilib gapingizni o'tkazmoqchi bo'lyapsiz ustoz endi. Qizaman sandaqalarga bu odamlarga siz keling uka. Siz odamlar uchun bir tiyinsiz, siz o'zingizda hali asbob bersiz. Bir tilligimdan kiryapsan otni qo'tag'i, eshakda ami. Paynatkenga asbob aytda asbobcha chiqib qoldingiz demakdir. Bitta ami seni paynatken bo'lganda qo'tag'iysanmi liftini amim yo'q. Qoramga o'xshatmayman. Amimga. Qora. Yuzgirani amim o'tirib liftda o'tiribsan-ku. Jalablarning gapi o'tmaydi, jalablar gapi doim bir. Jalabni liftda o'tiribsan, otni qo'tag'i, jalabni liftda o'tiribsan. Jalabligingni tan olgizgani chiqdimda ko'ryapsanmi? Mana amim selka. Ota-onani qo'shmay o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Yilib, ochilgan, klitorimda yayilib ketgan qarib. O'sha ayindan so'raysan. O'sha ayinamdan chiqyapti, nito chiqib qolgansan. Chiqmagansan. Nima? O'sha jalabligingni tan olgizgani chiqqanman-da. Jalabligingni tan oldingmi? Bo'ldi, shu yetadi. Men liftingdan tushib ketyapman. Osiladi, mamarozaladi, bollari shu osilib tur, ayini qanaqaligini bilib tur. Tushib ketasan gandol, senga emas, men bilan dalshi bo'lish ketch. Oningni hamga tiqib yuboraman. Otni qo'tag'i, men Farg'onani qiziman. Bittami? Chidalmay qolasan, gandol. Men bilan o'ynashma. Men dalshda qolmayman, men shunaqa ayolman. Iningni hamga tiqib yuboraman bukulab. Gap bilan hayot tugur. Qochib ketdimi? Shunaqa gapirsa shallaqi bo'ladi ayol kishilar. Olishma ayol kishimni. Iningni hamga tushib ketganini bilmay qolasan. Qochib ketdi. Sizga gapiraman deyapti. Ichlar. Men qariyaman, qarib ketganman. 41 deyori, 40 bitta narsa aytaman, erkak bo'linglar. So'kamiz so'rab ololmaysizlar. Onalaring so'ktirib qo'yasizlar. Men tilim juda yomon. Dalishga charchamayman men. Men bir paytlari urushib, mana temachi so'kinadi. Lekin meni hali yechinib qo'ygan joyim yo'q. Mana shu yerda taniydiganlar bor. 2,5 yil, 2 yil bo'ldi Bigoda. Birovni hali tagiga yotib qo'ygan joyim yo'q. Mana shu primoy efir qilaman, chiqmayman ham ko'chaga. Lekin o'sha amdi bollari chiqib gapiradi. Sen meni amimni gapirishingdan oldin negativlar. Onang bilan siningni amiga qorovulchilik qil. Sen yerda meni amim poylagun sinimni onang siktirib yuribdi. Ro'molni o'rab olib. Tushundingmi? Menga hayotni o'rgatma. Men hayot ko'cha qiziman, ko'rib qo'yganman. Sandaqa farishtalarni bollarini. Normal insonni bolasi, o'g'li, farzandi kelib bunaqa gapirmaydi. Chunki singlisini onasi bor, uyida ayoli bor. Men jalab bo'ladimi, kim bo'ladimi gapirmaydi, qo'rqadi.